hatto mana qancha qiyinchiliklar, Xadicha onamizni olamdan o'tishlari, amakilari Abu Tolibni olamdan o'tishlari, bu Toif voqeasi va hokazolar, o'shini hammasiga payg'ambarimiz alayhisalom sabr qilib turdilar. Hattoki shu darajada bo'lgan ediki, Toifga borganlarida azizlar, Rasulimiz alayhissalomni yosh bolalar va aqlsizlarni qo'liga tosh berib, toshbo'ron qildirib, muborak jismlardan qon oqib turganda Allohga duo qildilar. Jabroil alayhissalom ikkita farishta bilan kelib, bu farishtalar tog'larni boshqarishga muvakkal bo'lgan farishtalar, ruxsat bering shu Toifning ustiga tog'larni ko'tarib olib kelib tashasin dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom, yo'q, men ummatiga balo olib keluvchi payg'ambar emasman. Ular bilmasdan qilyapti. Hali bulardan yaxshi hidoyatli, yaxshi insoflik, diyonatlik zurriyotlar chiqadi deb umid qildilar. Sabr qildilar.